Türkiye Saadet Partisi Yevropa Yaşlar Şöbesi Vekili Ömeki, Şarkı Türkistan Uçur Merkezi'nin sabık reisi Abducelil Qarqash efendini ziyaret kıldı. Saadet Yevropa Yaşlar Şöbesi'nin reisi Faruk Bozacı ve müdüriyet azaları sabık reis Abducelil Qarqash efendi bilen Şarkı Türkistan'ki zulümler, ceza lagerleri ve cetaldaki Uygurlar hakkında fikir almıştırdı. Söhbətdə Türkiye ve Xitay arasında imzalanğan ve yakında Xitay dövləti təsdiqləyən ötküzüb beriş kilişim haqqında mülahizələr oldu. Faruk Bozacı efendi vekili Ömekiyga vakaleten söz qilib mundaq dedi. Qeyrindaşlığımızı küçeytadigan bu yığında biz əzəldən zulümge uçurğan Şərqi Türkistanның yanında ekanligimizni, barlıq xizmətimizдің güllengen ve haqqani dünya üçün ekanligini ifadaladik. Biz Abducelil Qarqash efendinin sahibxanlığına rahmet etimiz. Angliyadagi 30dan ortiq Yahudi Rabbi ve cemaat rahbarlari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashlik qilmishlarini oxirlashtirish uchun Angliya parlamentida tunashtirilgan irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik bir qonun loyihasini qo'llaydiganligini bildirdi. Soda qonunning tuzatish kirgizib tunashtirilgan nusxasi Angliya sud mahkamalarga Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilgan yoki qilmaganligi ustidan hukm chiqarish huquqi bergandan sirt Angliya tarafni soda prinsipiga xiloflik qilgan yoki majburiy emgak ishlatgan shirkatlar bilan bo'lgan soda to'xtamlarini bekor qilish imtiyozi bilan ta'min etadigan. Mazkur qonun loyihasi kelar hafta Angliya parlamentida ovozga qo'yildi ekan. Bu munosabat bilan Angliyadagi nupuzliq sinagog va yoshlar harakatining vakillari birlashma murojaatnoma e'lon qilib, siyosatchilarni soda qonun loyihasiga tuzatish kirgizishga chaqirdi. Murojaatnomada Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan ziyonkashliklarning keng ko'lamli jazo lagerlari, majburiy emgak, majburiy tug'mas qilish, tilni cheklash, muqaddas odatlarni bulg'ash va diniy so'rinlarni bulan-talan qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligini tilga oldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Hong Kong va Tayvanda nachar rol o'ynagan Amerika amaldorlariga jazo yurgizishni qaror qilganligini e'lon qildi. Ministrlik bayonotchisi Hua mundaq dedi. Amerikaning qoidaga xiloflik qilishi sababidan Xitoy Tayvan masalasida nachar rol o'ynagan Amerika amaldorlariga jazo yurgizishni qaror qildi. Hua oldingi hafta Amerikaning markaziy hukumat va Hong Kong alohida ma'muriy rayonining 6 amaldoriga qaratilgan jazo qarorini tilga olib mundaq dedi. Washington hukumati Hong Kong va Xitoyning ichki ishlariga ochiq aralashib, xalqaro qonun va xalqaro prinsiplarning asosiy qoidalariga xiloflik qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo 15 yanvar yozgan yozma bayonotida Hong Kongda o'qituvchi guruhdan 53 kishining tutib turilishini tanqid qilgan va rayonda davlat bexatarlik qonunining yo'lga qo'yilishiga mas'ul markaz va yerlik hukumatdan 6 amaldorni jazolaganligini e'lon qilgan edi. Xitoy iqtisodining o'tgan yili %2.3 oshganligi e'lon qilindi. Gerçi bu san tahlilchilarning mo'ljaridan ozroq oshgan bo'lsa-mu, lekin bu Xitoyning yaqinqi 40 yildan buyangi eng tuvan ish sur'ati ekan. Bloomberg raisinash elib borgan iqtisodshunoslar Xitoy iqtisodining ishining oldingi faslda %6.2, 2020-yilda bo'lsa %2.1 bo'ladiganligini mo'ljallagan. 'Tramp hukumati Wuhan virusining Xitoyning tajribaxonasidan tarqalganligi haqida yangi uchurlar borligini e'lon qilgandan keyin Xitoy Amerikani yolg'on uchur va suiqasd nazariyasi tarqatdi deb aybladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying mundaq dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi juma kuni Wuhan virusining kelib chiqishi to'g'risida e'lon qilgan uchur xotiralari yolg'onchilik bilan to'lgan. Hua Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning so'zlarini inkor qildi va Xitoyning Dunyo sahiyat tashkiloti bilan hamkorlashib, virusning kelib chiqishini tadqiq qiladiganligini aytdi. Oldingi hafta Dunyo sahiyat tashkiloti mutaxassislari guruhi Xitoyga yetib borgan va karantin qilingan. Amerika Davlat ishlari mahkamasi 2019-yil kuzda Wuhan virus tadqiqot o'rnidagi tadqiqotchilarning koronavirusi sababidan kasal bo'lib qolganligiga oid yangi paketlarning borligini aytgan edi. 10 yanvar Qozog'istonda o'tkazilgan parlament saylimidan keyin Asqar Mominning riyosatchiligida yangi hukumat qurilish qaror qilindi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev bu davlatda yangi hukumat tashkillash farmoniga imzo qo'ydi.
Buningga asosan 10 yanvar o'tkazilgan parlament sayılmadan keyin Asqar Momin bu davlatda yangidan qurilgan hukumatda yana bosh ministerlik vazifasini o'taydi.